Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bundan bir oy oldin sizlarga ko'rsatgan joyimiz mana uylar. Ular bu yerda oynani almashtirishibdi. Bizning pollarimiz, oq pollarimiz. Manzaraga haqiqatda gap yo'q. Xo'p, hozir qolgan ishimiz bu yerda nima ish qilyapmiz? Bu yerda esingizda bo'lsa, zinani ham shlipovka qilib ranglovdi. Haqiqatda zina ham juda ham ajoyib chiqqan. Haqiqiy strukturasi ko'rinib turadi, ko'ryapsizlar? Duppi. Bu yerda ishimiz, bugungi ishimiz zinani qo'l ushlaydigan joyiga haqiqiy mana ko'jadan o'rab beryapmiz. Bu biz o'ylovdikki, yengil, oson narsa deb o'ylovdik. Bu o'ziga yarasha mashaqqati bor ekan. Instagramda 4 dan 5 ta odam qilar ekan faqat bu ish. Alhamdulillah, biz birodarlar bilan o'zimiz tavakkul qilib qiluvdik. Allohning fazli marhamati bilan juda ham ajoyib chiqyapti. Alhamdulillah. Xo'p, boyagi ko'rsatgan zinamizni shu ikkinchi qavatdan pastdan qilib chiqyapmiz. Mana hozir yetgan joy, qo'ygan joyimiz. Juda ham ajoyib chiqyapti. Uyga egalar juda ham xursand. Ushlaganda chamni ushlab chiqib tushasiz. Mana ko'rinish. Ko'rinish bir xil. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bu endi faqat hozir Instagramda. Toshkent Andijonda emas.